Avstraliyaning g'arbida joylashgan Yarlop hududida yong'in sababli o'rmon kulga aylandi. U yerda umumiy bo'lib 550 nafar odam istiqomat qilar edi. Halok bo'lganlar haqida hozircha ma'lum qilinmadi, biroq u yerda 3 kishi bedarak ketgani bo'yicha xabar ommaga e'lon qilindi. 95 turoq uy to'lig'imenен kuyib yo'q bo'ldi. Ularning qatorida tarixiy imoratlar, ishxonalar, mekemalar, do'konlar jana fabrikalar kulga aylangan. O'shanda ele maktab imorati jana o't o'chirish bo'limi kuyib ketdi. Yong'in shtatning 53 ming gektar maydoniga yoyilgan. Hozirgi vaqtda qo'shni hududlarga ham xavf yaratmoqda. Yong'inning yoyilishiga kuchli shamol bilan quruq ob-havo sharoiti ham sabab bo'lgan. Har yili yozda Avstraliyada tabiiy ofat ro'yxatga olinib, inson o'limi bilan yakunlanadi. Bu yili quruq ob-havo sharoiti ham hukm surib, havo haroratining issiqligi ham tilsiz yovni tez yoyilishiga katta sharoit yaratdi. Halokatda 100 ga yaqin uylar vayronaga aylandi. Mutaxassislar tabiat hodisasi bundan keyin ham ro'y berishi ehtimoli haqida ogohlantirishmoqda.